Assalomu alaykum. Ismim Bahor. Ayni damda uy bekasiman. Oilam bilan 3 yildan buyon Yaponiyada yashaymiz. Kanalimga xush kelibsiz. Hozir sizlar bilan Yaponiyaning mashhur onigirisini tayyorlaymiz. Men o'zimiz uchun 3 stakan guruch olib, yuvib oldim. Ko'p bo'lsa boshqa ovqat tayyorlab olaman. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun guruch pishiriladigan qozon bor. O'shani ishlatmadim. Ikkita onigiri uchun 1 stakan guruch bemalol yetadi. Kechki ovqatga ishlatish uchun ham 3 stakan qo'shib ko'proq qilib pishirib olmoqchiman. Guruchni yaxshilab yuvib olamiz. Suvi oqargunicha yuvish kerak. Guruchga suvni solib, xuddi oshdek damlab pishirishingiz mumkin. Ya'ni 1-1,5 sm balandlikda suv turadi. Tabga qarab tuz solamiz. Gazni baland olovga qo'yib qaynatib olishimiz kerak. Suv qaynab chiqqanidan keyin gazni eng past olovga qo'yamiz. Guruch yopishmaganini tekshirib, yaxshilab qopqog'ini yopib, dimlab pishirishga qo'yamiz. Bu guruch 15 daqiqada pishib tayyor bo'ladi. Guruch tayyor bo'lgunicha tuna konservasini olib, keraksiz suvini siqib, chiqarib olib tashlashimiz kerak. Baliq quruq holga kelsa, yaroqli holga keladi. Endi bu baliqga soya 1 qoshiq solamiz. Va tabga qarab 2 yoki 3 qoshiq mayonez solamiz. Tuz ham solishingiz mumkin. Men solmadim. Massani yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Bu tuna va mayonezli onigiriga. Endi jo'xorili onigiri tayyorlayman. Buning uchun 2 qoshiq jo'xorini suvdan ajratib oldim. Va bunga ham tabga qarab mayonez qo'shib olish mumkin. Soya ham solsa bo'ladi, men solmadim. Bu massani ham yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz.
Guruchimiz chiroyli pishib, tayyor bo'ldi. Onigiri uchun guruch yopishqoqroq bo'lib pishsa ham bo'ladi. O'zimga keragini alohida idishga solib oldim. Issiq guruchni 10-15 daqiqaga sovutib olib qo'yamiz. Street salafaniga tuna va mayonezli onigiri tayyorlash uchun bir qancha guruch solib oldim. Va tabga qarab 2 yoki 3 qoshiq massamizdan solamiz. Massamizning ustini guruchlar bilan yopib, chetidan chiqib ketmasligi uchun yaxshilab yopib, street salafanni ham yopib, unga shakl beramiz. Ichida havo qolmasligi kerak. Shuning uchun yaxshilab shakl beramiz. Xohishingizga qarab 3 burchak yoki 4 burchak shakl berishingiz mumkin. Mana zich dumaloq hosil bo'ldi. Onigiri uchun bu juda ham qulay. Mana bu esa onigiri uchun maxsus idish. Bunga ham guruch tayyorlab solib oldim. Men uchun bu unchalik qulay emas. Jo'xorilisini mana shunga tayyorlab ko'rdim. Kerakli hamma masalliqlarni solib, idishini yaxshilab yopib, silkitish kerak. Lekin menga buning natijasi unchalik ham yoqmaydi. Sochilib ketadi ko'pincha. Shuning uchun menga qo'lda street salafanida guruchga shakl berish qulay. Bu onigiri uchun maxsus nori qog'ozlari. Sushi nori qog'ozlarini ham ishlatish mumkin onigiri uchun. Onigirilar tayyor. Juda ham tez va oson tayyor bo'ladi. Shu sabab o'qishga, ishga va piknikka olib chiqish mumkin tayyorlab. Juda ham to'yimli. Qolgan mahsulotlardan kechki ovqat tayyorlab oldim.